hozir tushuntirib beradigan mavzumiz sonning butun va kasr qismi. Sonning butun va kasr qismini birinchi belgilanishdan boshlaylik. Butun qismini mana bunday, sonning kasr qismini mana bunday shaklda belgilab olamiz. Bu butun, bu kasr ekan. Endi sonning kasr qismini o'zini formulasi bor. Buni topish uchun A dan sonning butun qismini ayirib tashlaymiz. Endi butun qismini o'zini topish uchun qanday topamiz? Misol uchun bizga berilgan bo'lsin 2/1 soni. Bundan 2 chiqaramiz. Agar -2/1 soni beriladigan bo'lsa, bundan -3 chiqaramiz. Chunki misol uchun agar 2/1 dan son o'qida tasvirlaydigan bo'lsak, butun son chiqarayotganimizda undan oldin keluvchi birinchi kelgan butun sonni olishimiz kerak bo'ladi. Bu 2 ga teng bo'ladi. Shuning uchun ham bundan 2 chiqdi. Endi buni qaraydigan bo'lsak, son o'qida -2/1 ni belgilaymiz. Bundan oldin keluvchi birinchi butun sonimiz -3 bo'lganligi uchun bundan butun qismi -3 chiqyapti. Endi sonning kasr qismini topayotganimizda mana shu sonlarga qarab topaylik. 2/1 dan kasr qismini chiqarayotganimizda 2/1 dan ayiramiz. Ana shu 2/1 ning butun qismini. Keyin buni ixchamlasak 2/1 minus 2/1 dan bizlar butun sonni 2 chiqargan edik. Ana shunday bo'ladi. Ayirsak 0/1 bo'ladi. Endi manfiy sonning kasr qismini chiqarib ko'ramiz. -2/1 dan kasr qismi teng bo'lar ekan. -2/1 dan ayiramiz uni butun qismini. Endi -2/1 o'zi yoziladi. -2/1 dan butun qismi -3 bo'lganligi uchun -3 yozamiz. Keyin ixchamlaymiz. Bu 3 bo'lsa, 3 dan 2/1 ni ayiramiz. Bu 0/9 ga teng bo'ladi. Ana.